Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, hurmatli aka-ukalar. Bugun Egadan, Dehqondan Lacetti avtomashinasi sotiladi. 2004-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinaga deyarli 30-40% ga taxminan kraskalari bor, gazi metan gazda. Detallari hammasi o'ziniki, almashmagan. Xo'sh, akamiz hozir bitta orqalarini ham oching-da. Akamiz nogironlarda o'rinlaridan tura olmayaptilar. Aytib buyurmaysizlar, hurmatli obunachilar. 2004 metan gazlari bor. Holati yaxshi, zakonni. Yurgani qancha edi tog'am mashinani? Kalitni olingmi, yo'qmi kalitni? Nechta edi yurgani? 5 kurup yuribdi. Xullas, hurmatli obunachilar, mana egasini o'zining nomerini qo'yib beramiz. Akamiz Bulung'urdan, Hamid Olimjondan kelibdilar. Bizlarning obunachimiz ekanlar. Bitta shuni e'longa qo'yib bering deb kelganlar. Shu akamizdan iloji boricha naqdga sotaman deyaptilar. To'g'ri tushunasizlar. Naqd pulga sotib, biron qanday bir yili balandroq Damaslardan olaman deb ketdilar. Endi buni kelisha olmadik tog'a bilan. Shuning uchun bir e'longa qo'yib beryapmiz. O'zlaridan savdo qilib olasizlar. Hamid Olimjonning mashinasi. Tog'a, buni pulini endi bir sal yaqinlashtirib ayting, to'g'ri kelsa balkim birontasini naqdga olar. Taxminan aytavering, hay. Hay. Qaysi? Ha. Buni 13 ekan-ku. Ha. Shu ustiga $1000 bersam bermaymiz. Axir uni gaplashamiz keyin, shoshmang. Buni narxini ayting, bu yerga video ketyapti. Aytavering. Ayting. 50 million deyaptilar, hurmatli obunachilar. Tog'amiz bilan telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Mashina bir yuvib chaysagar zo'r mashina bo'ladi lekin. Xo'sh, telefon nomeringizni bir aytib bering. Hozir men yozib olaman, qo'yaman.